Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Kentaur firmaga tegishli 10 kilovatli dvijogimiz sotildi. Hozir miyalari bilan birga ishlatib tekshirib ko'rildi. Mana o'tash holatlari ko'rishlari mumkin. 220 tok chiqaradi. Atesli, o'zi ateslari hop 7 sekundda qo'shib avtomatik o'chib yonaveradi. Tok svet keladigan bo'lsa, svet kelib qoladigan bo'lsa, avtomatik 7 sekundda o'chib, svet o'chgandan keyin o'zi ulab beraveradi. Motorlariga keladigan bo'lsak, benzinli variantdagisi 196 variantda motorlari benzinli. Xohlasalaring kalitga, xohlasalaring mana shunaqa tortib o'tatsalaring ham bo'laveradi. Bunimiz benzinli holatda, benzinli varianti bo'ladi. Motorlari ham shu eng katta motorli 196 variantda bo'ladi. Firmasi Kentaur, firmaga tegishli 10,5 kilovat yozilgan. Mana ko'rishlaring mumkin. Kilovatlari toza 10 kilovat, 9 kilovatgacha bemalol chiqaraveradi akalar. Ko'rishlaring mumkin. 220 tok chiqaradi. Ateslari ham bor. Kimga shunaqa dvijoklarimiz kerak bo'lsa, optim narxlarda kelishtirib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar.